hech kompliment qabul qilishni bilmaydigan qizlarga duch kelganmisizlar? Men kompliment qabul qilishni bilmaydigan qizlarni ikki turga bo'laman. Birinchisi, ularga kompliment qilsanglar, "Oddiy-ku, unchalik emas-ku" yoki "Yo'q, unchalik chiroyli emasman, unaqaman, bunaqaman, makiyajsiz edim, xunuman-ku, qo'ysangchi." Sizlarga kompliment qilishdi. Sizlarni chiroyli deyishyaptimi, значит siz chiroylisiz. Stilni deyishdimi, значит stilnisiz. Nima qilasizlar? O'zingizlarni tsennostinglarni pasaytirishga yoki kimdir sizlarni chiroyli deb tursa, u odamga teskarisini isbotlashga harakat qilib. Bu noo'rin deb o'ylayman. Ikkinchi turdagi kompliment qabul qilishni bilmaydigan qizlar har safar meni reaksiyasi bilan shokka tushirishadi. Siz pozitivniy nastroyda bitta odam oldiga kelyapsiz, juda ham chiroyli ekansiz, stilli ekansiz deysiz, u odam sizga tasavvur qiling, javoban "Aha. Где эмоции? Где, не знаю, qanaqadir отзывчивость? Ну, хотя бы улыбка, rahmat." Нет, undan ko'ra menga qiyshayib beradi.